Assalamu alaykum qadrli ko'ruvchi do'stlar. Bayqash programmamizning bugungi sonini yoqtirib ko'rishingizni umid qilamiz. Men programma riyosatchisi Dilnur Bakri. Xo'sh, undaqda diqqatinglar programmamizning yangi mazmunlarida bo'lsin. Turpandagi bezaklik ming uy tom rasmlari ayni zamondagi tarixning jonli kartinasi. Ayni davrlarda yashagan Turpan rayonidagi san'atkorlar shu davrdagi ijtimoiy hayotni orqa ko'rinish qilib, har xil badiiy vositalar bilan Budizmning qisman afsonaviy mazmunini aks ettirib bergan. U yolg'iz diniy aqidalarning shoiri bo'lib qolmasdan, balki shu davr kishilarining turmush, urf-odati, go'zal san'at va badiiy tafakkur saviyasini tushuntirib berguchi qimmatli yodgorlik hisoblanadi. Bu gullangan madaniyatning izlari. Bu rassomlik san'atining eng buyuk namoyandasi. G'arbiy yurt tosh kemir san'atidagi eng yuqori badiiy mahorat mana bu yerda. O'tmish va bugunning shohidi bezaklik ming uyning davomiga diqqat qilgaysizlar. Tarixdagi har qanday bir bo'stonliq madaniyat jihatdan Turpandek ko'p manbalik bo'lmagan. U qadimiy Yipak yo'lining muhim qatnash tuguni bo'lg'achqa, o'xshamagan din va madaniyatning uchrashgan gullangan joyiga aylangan. Shuning bilan bu joydagi xalq har qaysi tarafdan har xil madaniyat va dinni qabul qilgan. Shundaqla o'ziga xos madaniyat an'anasini shakllantirgan. Bezaklik ming uy san'atkorligida imoratchilik, haykaltarashlik va rasmdan iborat 3 xil san'at shakli birlashtirilgan. Bu ming uylar asosligi tog' bag'rini o'yib yasash shakli yoki bo'lmasa tuz yerga qishlarni qo'pirib tom yasash usulidan iborat 2 xil shaklda yasalgan. Bu bezaklik ming uy imoratchilik san'atida ayni davrda mana shu yerda yashab o'tgan naqqashlar, rassomlar, san'atkorlar va haykaltarashlar o'zlari ayni davrda, ya'ni qadimgi Yipak yo'lida duch kelgan Hindi, Grek, Xanzu madaniyatini vosita oddiy holda qabul qilish bilan cheklanib qolmasdan, balki o'zlariga xos milliycha alohidlikni ana shu san'at asarlari bilan birlashtirib, mana bu biz ko'rib turgan dunyoga mashhur bo'lgan bezaklik ming uyni vujudga chiqargan. Bezaklik ming uy san'ati bir xil ko'chirilma san'at bo'lmasdan, balki mushu zaminda yashab kelgan ajdodlarimizning o'zlarining ijodkorlik ro'yiga asosan ijod qilgan mo'l mazmunga ega go'zal san'at kashfiyotidir. Qarlarning o'ttirdikilari eng burun qizilganlar bo'lib, ikki taraf qarab mangan siri bularning keyingi mezgillarda qizilganligini ko'ralaymiz. Bu g'arlarning ishik agmasidagi rasmlar ishlatgan ranglar bir qadar ko'p. Hozir bu o'chirilib ketgan joylarning ko'pinchisi oltin yaltilgan rasmlar bo'lg'achqa, keyingilar uni suyib ep ketgan. Ustidagi ko'k rang bo'lsa Afg'onistondan keltirilgan qimmat baholiq qash toshni yilim bilan aralashtirib chaplangan muğaşqa uning rangi faqat o'zgarmagan. 1500 yildan beri yana aslik holatini saqlab kelgan. Undan boshqa bu g'arda jami 7 dona butning haykali bo'lib, bularning ichida faqat birinin ismi saqlanib qolgan. Keyin bu yer butunlay vayron bo'lib ketgan. Yaqinqi mezgillarda aslidik asosida azroq aslik keltirdik. Biroq eg'ir buzg'unchilik uchurgan yerlarni asli keltirish qiyinga to'xtadi. Milodiy 9-asrdan keyingi qadimgi Idiqut xalqining Budda san'atini aks ettirib berish jihatda bezaklik ming uy, ko'san madaniyati va boshqa joylarning rassomlik jihatdagi san'at javharlarini o'ziga qabul qilib, o'z alohidligiga ega alohida bir xil rassomlik madaniyatini shakllantirgan. Ablamka mushada bina bo'lgan mushu bezaklik ming uyi asosan ayni davrdagi mushad yashagan kishilarning Budda dini yoki bo'lmasa boshqa dinlarni o'zlari qabul qilgan ma'lum bir alohidliklarga asosan bino qilgan bezaklik ming uyi shunaqo. Ular ayni vaqtda shu dinlarni qabul qilish asosan uni bevosita qarqoyoqlik qabul qilmasdan, balki o'zlarining milliy alohidlikni chiqish qilgan asosan o'ziga xos bir yangicha uslub bilan ba'zi bir imoratlarni paydo qildi. Masalan, biz ko'rib turgan gumbaz shakllik ming uylar
Bumu shu joydagi yerlik kishilarning o'zi xos alohida bir ijodkorligini ifodalab beramdi qandoq? Albatta shundoq. Shu vaqtning o'zida ajdodlarimiz birli din bilan cheklanib qolmay, uningdan boshqa yana nurg'un dinlarni qabul qilgan. Ham shu o'zlarininki diniy so'rinlarda gumbaz shakllik shu qurilish shaklini o'zlarining kashfiyoti bilan birlashtirib, boshqa dinni qabul qilgan chog'da shu dinlarda moslashtirib davomli ishlatgan. O'zining ham turmushida ishlatgan bo'lsa, ham shu diniy turmushida davomli ishlatishni davomlashtirib kelgan. Ta hozir shundoq. Bezeklik ming uy qurilmasidagi o'zgachilik va tom rasmlaridagi rang alohidaliklari bilan g'arbiy yurt tosh kemir san'atini va bu yerda yashagan xalqlarning etnik manbasini nihoyatda to'liq gavlantirib berdi. Bezeklik ming uy g'orlarida chatma surat mazmunlarini aniq ko'rgili bo'ladi. Bu chatma suratlar orqali bir hikoyani boshdan oxirigacha kishilarga tafsiliy tunishtirib bergili bo'ladi. Bu bezeklik ming uydagi tam rasmlarda yuqori badiiy san'at ifodalanib qolmasdan balki nurg'unlagan mo'l mazmunliq hikoyalarmi o'z aksini topgan ekan shundaqmi? Endi ma uyda qanday hikoyalar so'zlangan? Bu 33-chi qarsida ko'rib turibsizlar, bu nechidagi shu ayrim to'g'risida 4 jasi bor. To'g'risida asosan ming butaniki surati chizilgan. Oldinda asosan uddulga tanga bo'lsa Sakyamoni'niki Budaning hayoti kechirilishi munosabat bo'lgan qamasilar chizilgan. Osti qarab qaraydigan bo'lsak, bir qancha odam portret suratlari bor. Mana sol tarafdagilari 8 bilak iloh deb qo'ydi. 8 bilak iloh asosan shu Sakyamoni Budaniki Budizm targ'ibotini har qaysi tarafdan qo'llashni o'z ichiga olgan ilohiy obrazlar. Bular ayniqsa Sakyamoni vafot olgandan keyin ko'zlari cho'ng-cho'ng ichida boshqa hayronlik bir xil echinish qayg'urish yuzasidan birovdan ortida ko'rdim. Bu o'ng tarafdagi suratlarda bo'lsa asosan o'sha g'arbiy yurtga har qaysi beyliklarning podshohlari bo'larmi? Sakyamon Budadan keyin shu vafotda qayg'urayotgan olti suratdan matam bo'lar. Va ayni vaqtdagi boshqa joylardagi suratlarda asosan Hindistondagi podshohlarning surati tasvirlangan. Lekin bizning bu bezaklik bo'yida asosan g'arbiy yurtga har qaysi podshohlarning suratlari tasvirlangan. Bundan ko'rilish bo'ldiki, Budadan garchi Hindistondan kelgan bo'lsa-mu, shu g'arbiy yurtga har qaysi ellarga kelganda bargancha shu yerlik an'ananing ta'siriga uchrab, bargancha milliy qarab yuzlangan ko'ryapmiz. Bezeklik ming uydagi tom rasmlarda Budda san'atining obrazlashtirilishi nihoyatda jonliq, mazmuni bor. Uningdagi asosiy maqsad Buddizm ideologiyasini tashviq qilish bilan birga qadimgi Qo'chodagi ijtimoiy hayotni aniq ko'rsatib berish. San'atkorlar shu davrdagi ijtimoiy hayotni orqa ko'rinish qilib, har xil badiiy vositalar bilan Buddizmning qisman afsonaviy mazmunini aks ettirib bergan. Hem aynı vaqtdagi dehqonchilik, chorvachilik, bog'bonchilik, binokorlik, shundaqla san'at qatorliq real ijtimoiy ko'rinishlarni jonliq ifodalab bergan. Bu rasmlarda ifodalangan ibodatxonalar, uy, imoratlar, saroy, qasrlarning hammasi Turpan rayonidagi qadimgi binokorlikning taraqqiyotini namoyon qilib berdi. Bezeklik ming uydagi tam rasmlarda nihoyat yuqori badiiy mahorat ifodalangandan boshqa bu yerga intayin mo'l mazmunlar yig'ilgan. Bezeklik ming uy qurilishga boshlagandan boshlab toki mukammallikka ko'tarilgich bo'lgan jarayonda bir necha asrni beshdan kechirgan. Ana shu bir necha asrlar davomida imoratchilik va badiiy san'at jihatdagi qurilishlarda bu yerga bir necha millatning bir necha xil diniy mazmunni asos qilgan turmush madaniyati va iqtisodiy jihatdagi taraqqiyoti rassomlik san'ati uslubi bilan butilgan. Buni tabiatning keng bag'riga yozilgan mukammal bir tarixiy asar deyishga bo'ladi. Uylardagi tom suratlari yuqori badiiy saviyaga ega bo'lib qolmasdan balki nihoyatda mo'l mazmunga ega. Tom suratlarida Budda va Bodhisattvalarning har xil ishlari tasvirlangan obrazlar gavdalik ifodalanib qolmasdan balki Buddaning yaralmish qissasi.
Nirvanini asos qilgan Budda hikoyalarining tizimi suratlik bayonlari. Sazandilarning obrazlari yerlik turmush usuli va milliy alohidliklarga asosan aynan suratlab berilgan. U tam suratlari milodiy 6-asrdan buyanqi va uningdan ilgirki shu yerning shu zamonlardagi madaniyat va iqtisodiy turmushini bo'libmi Idiqut Uyg'urlari davridagi buddizm va buddizm san'atining taraqqiyot jarayonini to'liq isbotlab beradi. Aql manchusiri bu satva niki surati hozir ko'rayotgan shu taraf kitab suratlarda bo'lib tam suratlari gerçi o'zib o'tgan bo'lsa nurg'un Budda olimlari shu tadqiqotchilar tadqiqlashlar buning haqiqatan shu aql manchusiri bu satvani surati ekanligini aql manchusiri bu satva aslida shu Sakyamuni Buddaning sol tarafida ko'riladigan to'rt cho'ng bu satvalarning biri. Bu odatda shu Buddizm nazariyasini, buddizm qonunini shu nurg'un talash tortish muzokaralar orqali shuni qo'g'daydigan aql farosatda tangdish yo'q bu satvalarning biri bo'lib hisoblanadi. U ko'pincha hollarda shu shirg'mingan qilich osti holatdagi va yerda bu tamarasizmi shu shirg'mingan holatda ne ko'rildi. Lekin bu hozirgi tamarasini buzilishga eg'ir bo'lishqa odatda biz Bu g'arning ikki tarafidagisi Idiqut xonligining xoni va xonishning rasmi bo'lib, shu davrda yasalgan. Bu bir asosiy saroy shakllik markaziy g'ar. Bu g'arning osti tarafidami rasmlar bo'g'ashqa kirish cheklangan. Asosiy uyning yon tarafida koridor shakllik o'tishma yo'l bor. Ayni vaqtdagi har millat din muxlislari bu yerga kelib ibodat qilishni maqsad qilib bu g'ar salangan. Bu g'ar ikki davrga vakillik qildi. Ichki tarafidagisi Tang davriga vakillik qilsa, sirtidagisi Quchu Uyg'ur xonligi davriga vakillik qildi. Undan boshqa bu g'arlarda Budda diniga vakillik qilgan tam rasmlardan boshqa shu yerdagi har qaysi millatlarning e'tiqodini asos qilgan asosda boshqa dinlarning obrazlik suratlari chizilgan. Masalan, bu rasmlarning ichida bo'rining obrazi jonliq yaratilgan. Bezeklik ming o'ydagi ifodalangan rassomlik san'atini keyingi davrlardagi rassomlik san'atining taraqqiyotidagi muhim asos deyishga bo'ladi. Budda dini ehtiyojidan taraqqiy qilgan rassomlik san'ati asosan bezeklik ming o'ylarda aks etadi. Rassomlar Idiqut davrida ming Budda rasmlari, Budda diniga oid rivoyatlar, cho'chaklar mazmunini rasm orqali ifodalashda portret tasviri, shakl yaratish, naqsh tuzash, rang berish, bo'yash jihatlarda belgilik saviyaga yetgan. Burunqi kishilar tam rasmini chizganda asosliq ikki xil materialdan foydalanib rasm chizgan. Biri o'simlikni material qilgan ranglardan, yana biri mineral moddalarni asos qilgan ranglardan foydalangan. O'simlik materialdan qilingan ranglar taglik rang qilib ishlatilgan bo'lib, tamning loy qismiga yaxshi singadi. Uning yuziga mineral moddalar asos qilgan ranglar qatma-qat ishlatilgan bo'lg'achqa, rangning o'chmay uzun muddat saqlanishi foydali. Mana qarang. Ma yeşil ranglar o'simlikni material qilgan sus yeşil rang bilan seriq rang aralashtirilib, bir xil taglik o'simlik rangini paydo qilgan. Eng ustidagi rangga yana bir xil yeşil rangli kan teshi talqiniga hayvonot yelimini aralashtirib, azroq suv quyib suyuldirib, taglik rangining ustiga surtgan. Bu materiallar tabiiy bo'lganlikdan asosiyatdan rang o'zgarish, o'ngish bo'lmagan. Shundoq bo'lsa-mu necha ming yillar mobaynida tam rasmlardagi ranglar oksidlanish ta'sirida bo'libmi qiniq ranglar sal sustlashgan. Ba'zi ranglar ta hozirgacha asli holatini saqlab qolgan. Bezeklik ming uy Budda dinining eng gullangan mezgili bilan islom dinining dastlabki davrini kutib olgan muqaddas joy bo'lib, keyingi mezgillarda chet el ekspeditsiyachilari tarafidan ig'ir buzg'unchilik uchragan.
Batuz, Leykok və onun başçılığındakı Germaniyalik ekspedisiyaçılar bu yerdə hər xil əsbablar bilan tamdakı rəsmlərni 20 ayğa yaxın vaqt sərf qilib bütünlay soyub etgan. Leykokning 1906 yilidan 1907 yilgacha və 1913 yilidan 1914 yilgacha bu yerdə ep ketgan madaniyat yodikorliklari 500 sanduqdan oshgan bo'lib, har bir sanduqning eg'irligi 100 dan 160 kilogrammgacha. Bularning ichidagi ko'pinchisi nihoyatda nafs tom rasmlar ekan. Ular buzib etgan madaniyat yodikorliklari sanoqsiz. Faqat hozirgacha saqlanib qolganlari oz bir qism tom rasmlardan iborat. Miladi 14-asrga kelganda Turpan rayonidagi az sonliq millatlarning ajdodlarimizningki islom dinini qabul qilishi bilan Budda dini bilan islom dini o'rtasidagi ziddiyatlarning keskinlashishi bilan bezaklik ming uylari ishiltishdan qolib qoldi. Turmushimizda o'zining o'rni tuvallab ketdi. Islom dini asta-asta ustunlikni egalladi. Shuning bilan bezaklik ming uylari vayron bo'lish girdog'iga mangdi. Bezaklik ming uy ayni davrlarda Qo'jo davlatining ziyolilarni tarbiyalashdagi oliy bilim yurti bo'lib, nihoyatda nurg'un oliy ma'lumotli kishilarni tarbiyalab, Qo'jo davlatining iqtisodiy va siyosiy jihatdagi taraqqiyotida cho'ng rol o'ynagan. Udan 300 yilga yaqin gullangan davrini beshdan kechirgan bu qadimiy xonadonlik garchi ming yillar mobaynida o'zining aslidagi qiyofatini yo'qotgan bo'lsa-mu, bezaklik ming uy bugungi kunda ayni vaqtdagi shonliq tarixi vakillik qilib qad ko'tarib turmoqda. Shundaq, u tarixning guvohchisi. Bezaklik ming uylarda ifodalangan qadimiy g'arbiy yurt buddizm madaniyati orqali o'rta asrdagi shu joyda yashagan xalqning ma'rifat uyg'onishini ham o'rta tuzangli kishilarning falsafa, ideya sistemasini tushungili bo'ldi. U yolg'iz Budda dini aqidalarining shohidi bo'lib qolmasdan, balki ajdodlarimiz besib o'tgan ulug' tarix, gullangan shonliq madaniyatning guvohchisi. Sirli hikmatlarga to'yingan bayqash programmamizga davomli diqqat qilgaysizlar.